erkektirip 2000 so'm pulni chiqaramamsiz? Yo'q, hech nimam qolmadi. Ham chidig'ichilganman qolmadi. To'xtam tuzib uy tutaman. Elipa, chiqay mayoqqa. Nima? Mayoq kelar, sana bergan bir so'g'utim bor. Nim so'g'at beradi. Avval ko'zingni yuma bolam. Mana. Voy rahmat, apa. Hamda dadang yo'q. Uyning hamma ishlari san qoldi. Tamoqni etib bo'lib, noyindaqshimay uyning ishlarini qilsa kerak. Ama nim so'g'at berdi desem şu sayaqlab tamoq etadigan ishmi ta, voy. Bu dadam qilgan ishlarni men buyurib qo'yayotgan. Bu hamma ishni biz uyda aytishlar qilayotgan, boylar ish qilish qilmayotgan bo'yda. Qilishayotgan, uy tozayotgan, buni qilayotgan. Nima degan javob qo'ydi? Bu dadam qilgan ishni nima meni qil deysa, dadam-ku. Odam bormi? Odam bormi? Odam yo'q. Odam bo'tirib yo'q deydi ham ona. Ya sopun olamsizlar? Ya sopa olmaymiz bo'ldi. Ma terikdi qoq, nimda qilgandi ma'vu? Yo'q supun ma'vu, yo'q supun, mushta supun. Elipa, mana ota aytgan kiribdi, sopini berib kelib qo'ydi. Bo'ldi, sizlar kelib jumanglar, o'zimni boraman bo'ldi. Sakın bu sopalarını qanday satding? Ada bu supuni o'tirib satmadim, ada o'rtirib satdim. Do'konda emas, uy-muy kirib zo'lab satdim ada. Ya qancha pul demakchi? Birisi 10 so'm ada, ikkisi 5 so'm. Birisi 10 so'm, ikkisi 5 so'm. Bo'ldi balam. Sopalarınızdan ishkini alaylik, qo'llab qo'yaylik yoshlarni. Ada yosh bolalarimiz tirishyapmiz, mana birisini 10 so'm, ikkisi 5 so'm setyapmiz ada, qo'llab qo'yganingiz rahmat. Bo'pti ada, mana ikkita supun. Bo'pti, ma'qul ada. Bo'ldi, xo'sh, ma'qul. O'sha qo'llaydigan uylar kunda kirma. Davomli kirma. Tamoq pishdi. Apa? Dadamni rost uydan qovlab chiqardingmi? Men o'ynagan chiqayotgan vaqtlarda uyimni tozalab, ishimni etib, qirqaslarimni yuvib, qilayotgan oil akikini nim qilmay, men uydan chiqarib o'tib. Buran oil ayoli desa, hozir oil akki degan bo'pti-da, apa. O dadam onda jugash tursa, aldirab onda uydan chiqatmay desa, yag'an so'zlar aytsa menga. Bunda olsa balam senin işlerini men sana deb berey. Bugün Yo'lbars. Ha, nima bo'ldi apsi? Ma 2000 so'm pul bering, do'stimning tug'ilgan kuniga. Endi 2000 so'm pul nima ish qiladi? Oldinqaga oyliqni o to'y, bu to'y, qizlar o'ltirishi deb qashlab tugatding-ku. Bir erkek turib 2000 so'm pulni chiqaramamsiz? Biz qayirmamdiq, og'irmamdiq. Senin aşı oyun tamaşanın dedi de töttenki pulunu neri kılamamdiq. O işlerle karım yok. Nerede bu biz tepirsin 2000 so'm pulni? Qazi pulsu mu? Mening hech nimam qolmadi. Ham chidig'ichilgim qolmadi. Men bu uydan bugun tatib chiqib ketdim. Zaminni setib qashlamsa, oila jabduqlarini setib qashlamsa, nima qilsang qil. Bitta mayoqqa. Eras. Yenimda bor moshotga, moshni san qo'yib ketay. Mana buğa işlem bu şu, ben başka gap qilmadim. Ammo odam o'zini ko'rganini bilgin rastlaydi, apa. Dadam har vaqt senikini rastlaydi. Ben sana tünügün bo'lgan ishlarni deb beray. Asli tünügün, apa. Hey, bu kiyim kechaklerimning tayinimi qolmabdi. Tug'ilgan kuning 3 kundan keyin adash. Yenimda bor yo'q. 200 so'mlik pul qoldi. Aram 500 ko'ydan chiqilshamdi adash. Men oylik maoshni berdigan yana 14 kun bor ki. Adash, mening tug'ilgan kunimga 2 oy qoldi adishim. Bir xalta un olsam, kichik xalta guruchdan birini olsam, ozroq may olsam, o'sha oyni aran chiqirmizganda. Pulning sirtida az o'smi 3 gram oltin uzuk ko'nglim bor oda sana. Vay pulda gap yo'q adash, uyliklarni olaman. Ondan da ham qilmadishim. Yo'lbars. Ha, nima bo'ldi apsi? Men 2000 so'm pul bering, do'stimning tug'ilgan kuniga. Endi dadamga nemishqa ig'ir kelganligini tushundingmi, apa? Sen yaxshi o'ylab baq. Men endi bildim, rasman chekni oshirib yetdim bolam. Dadamning qanday qiyinchiligi bo'lsin, bizga bildirmay o'tib ketganda bolam. Albatta, apa. Men chiqib dadamni tepkiray. Dadamning aqchan jiroq ketmadi. Mushu urug' tuqqanlarning ham uyi ketdi aqchan. Voy balam, o'sha yerga qattiq kirgim yo'q. Kirgim yo'q demaydi da. Men apam bu deb qo'ydim menga. Ammo kirib bo'lgan keyin ishni bir yepitay.
Anki paranşeli çıkırıp. Deya. Oy. Kirgim yok deb dadam mendan boldi kirpibsan qo'y. Ma. Jo'ziq bir beri paranşeli. Dama. Ona bol hicrat bulmay uzamay qo'y ma. Apa. Önkür bolsunmu uyun yaxshi. İyiq bolsunmu erin yaxshi deydi apa. Moy dadam 37 yılning yağızı qanchalik japa tatib mush oilni ayrı qildi. Bu sening ko'nglingga ayon. Ha dada, tamoq atganda o'tin yaxshi, turmush qurganda xotin yaxshi deydi. Shu anamı 37 yılning yağızı sening putingga put, qo'lingga qo'l bo'lib kelgach. Mana bizlar shundoq sog'lom, xo'shal cho'ng bo'ldik. Ailemiz shundoq barakatlik, shundoq bir illiq oila bo'ldi. Har ishning yo'lida bo'lgani yaxshi apa. Bu sizlar kelgusi ana bo'g'uvchilarning ulgisi bo'g'uvchilar. Sizlar bunda qilib bersanglar, kelgusi ana bo'g'uvchi qizlar qanday qilmoqchi apa? Hammasidan turmush shunchalik boy yashatma. Bizga o'nchilik yo'g'onchilik qildik, holatga kelmidi. Qaynoq suv ish, ko'ngling tinch deydi. Baxtni, muhabbatni, xushallikni tog'dek oltinga setib olgan bo'lmaydi apa dada. Mushu oddiy, xushal, baxtli turmushimizni qadrlasak, bir-birimizga inoq, ittifoq, texmi bir-birimizga mehr muhabbatimizni bersak, oilaga ham jamiyatga ozroq bo'lsa bir kishi to'pimizni qo'shqa hisoblanadi. To'g'ri deding bolam. Yo'lbars, meni kechiring. Men cho'ng xatolik o'tkazibdiman sizning oldingizda. O yalga yaldak gaplarınga herkes işenmeyme. Hem de toktam tüzüp öğütüme.